Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Toshkentda fuqaroni o'ldirish bilan tahdid qilib, pul talab qilgan guruh ushlandi. Ular orasida maktab o'quvchilari ham bor. Bugun shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Toshkentda fuqaroni o'ldirish bilan tahdid qilib, pul talab qilgan guruh ushlandi. Ular orasida maktab o'quvchilari ham bor. Toshkentda 2 maktab o'quvchisi va 2 yosh yigitdan iborat guruh fuqaroni giyohvand moddalar tarqatuvchisi sifatida ko'rsatib, uni internetda sharmanda qilish va o'ldirish bilan tahdid qilgan. Gumonlanuvchilar jabrlanuvchidan talab qilingan pulning bir qismini olayotganda ushlangan. Toshkent shahrida fuqaroni giyohvand moddalar tarqatuvchisi sifatida ko'rsatib, internetda sharmanda qilish va o'ldirish bilan qo'rqitgan hamda undan pul talab qilgan guruh a'zolari ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar bermoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamentiga murojaat qilgan shaxs 4 nafardan iborat guruh bosimiga uchraganini bildirgan. Gumonlanuvchilar unga nisbatan kuch ishlatib, giyohvand moddalar tarqatishda ayblagan. Shuningdek, uni majburiy tarzda video tasvirga olib, zakladchi ekani hamda giyohvand moddalar tarqatayotgani haqidagi videoni internet va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish, shu orqali sharmanda qilish bilan tahdid qilgan. Bundan tashqari, murojaat etuvchini o'ldirish bilan qo'rqitib, undan $500 talab qilgani aytilmoqda. Tezkor qidiruv tadbiri davomida guruh a'zolari qo'lga olingan. Ular 2 nafar 2006-yilda tug'ilgan fuqaro hamda 2008 va 2009-yillarda tug'ilgan maktab o'quvchilari ekani bildirildi. Gumonlanuvchilar Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi avtoturargohlardan birida jabrlanuvchidan $300 va 2.400.000 so'm pul olayotgan vaqtida ushlangan. Tadbir davomida ulardan $300, 2.400.000 so'm naqd pul, 6 ta mobil telefon, 1 dona pichoq va 1 dona o'tkir tig'li buyum ashyoviy dalil sifatida olingan. Holat yuzasidan guruh yetakchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik 2-qismi, 127-moddasi voyaga yetmagan shaxsni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish 3-qismi va 112-moddasi o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qolgan 3 nafar gumonlanuvchiga nisbatan esa Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Avvalroq Buxoroda uyushgan jinoiy guruhda ishtirok etganlikda gumonlangan 13 nafar yigit qo'lga olingan edi. Ular ko'chada mojaro chiqarib, boshqa yoshlarni shafqatsiz kaltaklagan va avtomobilni shikastlagan. Manba: gazeta.uz sayti.